Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun mana 11-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana yosh bolalarga mana shunaqa yangi kiyimlar chiqibdi. Nech pul deyapsiz bularni? 30 ming berdik o'qimga. Pachkaga 30 ming so'mdan ekan. Donaga nech pul? Donaga 2 talik razmer, dona yo'q. Hozircha dona yo'q ekan, 2 talik razmer ekan. Nechi? 4 yosh 6 yosh. 4 yosh 6 yoshga tushar ekan. Materiali nima? Materiali bambuk ekan. Faqat pachka sotilar ekan. Mana ularda 15 mingdan beri Qani shularni bir ko'rsataychi. 22 ming sotilgan aka. Ha. 15 ming berib yuboramiz. Xohlagan tanlab oladi 15 mingdan. Shunda bu donaga sotilyapti yo pachkami bu ham? Pachka narxi. Pachka narxi 15 ming so'm ekan. Shuni tushunarli qilib qo'yishimiz kerak-da. Pachkada nechtadan? Bular boshqa, mana ular. Ha. Pachkada 5 tadan. Xullas qarang, 15 ming so'm pachkaga sotyapman deyapsiz. Shundan boshlanadi. 1, 2, 3, 4, mashigachami? Aha. Bo'ldi, mana shu joygacha ekan mana. Bu materiali interlov bilan vafli. Interlov bilan vafli ekan, pachkaga 15 ming so'mdan ekan. Troykasi ham bor. Troyka ham shu narxmi? Troykani ham shunaqa qilib beramiz. Troykani ham shunaqa narx berishar ekan. Endi bular sal qalinrog'i mana. Bular nech pul? Bu 25 ming so'mdan ekan. Mana. 25 ming so'mdan. Buni 20 ming qilib beramiz. Ham do'lchi. Bunisini 20 ming so'm qilib berishar ekan. Bu velvet materiali. Materiali velvet ekan mana. Bular necha yoshga tushadi? Bular 2 yoshga tushadi. 2 yosh atrofida. Mana. Boshqacha rasvetkalari. Shu yosh bolalarga komplektlarda mana ko'proq olasalaring 15 ming so'mda juda arzon lekin. 22 ming sotilgan o'zi bular. Xullas pachkangizda nechtadan shunda? 5 tadan. Bitta bog'landa 5 ta. 5 tadan bo'lar ekan pachkada. Telefon nomeringiz nechi? 90lik 90lik 058 058 51 00. 5100 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Ikkovi ham o'zingizniki? Ha, hammasi o'zimizniki aka, o'zimiz chiqaramiz. Bo'ldi mana. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, shu aytilgan telefon nomeriga telefon qilaverasizlar. O'zlari ishlab chiqarishar ekan, birinchi qo'l ekan. O'zini bitgan narxi aka. Shu o'zini bitgan narxiga sotishyapti mana. Sirazi telefon qilinglar. Bugun 11-fevral, haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni ertalab 6 da boshlanadi bu bozor. Kunduzi 11 gacha bo'ladi shu bozor.